Keyingi videomiz mavzusi aslida 5 yoshdan 12-13 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan mototsiklimiz bo'ladi. 24 voltli akkumulyator jihozlangan, maksimal tezligi 18 gacha chiqadi. 80 kilogacha bemalol yuk ola oladi. Ballonni haqiqiy rezina ballon bo'ladi hamda nadvnoy. Ko'rsanglar bo'ladi, nasos suriladigan ballon. Bu joylar железный qilib ishlangan, hammasi o'shana hisobiga 80 kilogacha bemalol ves oladi. Sidniy kojinli pomagantli oyog'i boshida haydashni o'rganguncha farzandinglar yiqilib tushmasligi uchun keyinchalik buni olib tashlasanglar ham bo'ladi. Funksionalnisi juda ham ko'p. Hozir yoqib zavat qilamiz. Zavat bo'ldi. Ovozni o'chirib qo'yamiz. Bu yerda tablosi mavjud. Qancha zaryadga qolgani, necha tezlikda ketayotganinglar hamda qancha masofa bosib o'tganinglarni bu yerdan bilib olsanglar bo'ladi. To'g'rimizni farasini o'chirib yoqadigan knopkasi bo'ladi. Yondi, o'chdi. 3 xil rejimda sekin tez qilib belgilab olsanglar bo'ladi. Ya'ni bunda maksimal tezligi 6 ga chiqadi. Ikkinchisida 12 ga, uchinchisida 18-19 gacha bemalol tezlashadi. Bu yerda tablo u haqida ma'lumot beradi. Komplektatsiyasida kaskasi, ochkisi, tizzaga, tirsaga taqadigan himoya vositasi bilan chiqadi. Hozir buni o'zim uchib ko'rsatib beraman. Mana vesim 82 kilo. Ana mana bu oyoqqa qo'yilgan joyi endi, конечно, menga moslashmagan. Nu, sifatini tekshirish jihatida hozirlar bilan buni obzor qilamiz. Ketdik. Maksimal tezligi men bilan 10 ga chiqdi. Yaxshi natija. Endi mana vesimni hisobiga bu 10 ga chiqdi. 80 kilolik ves bilan atak bemalol 12-13 yosh bola bilan 18 ga chiqadi. Akkumulyator yetishga keladigan bo'lsa, to'xtamasdan haydasa kamida 2 soatga yetadi. Dam olib o'chadigan bo'lsa, kun davomida xizmat qiladi. Eng qiziq joyi, summasiga keladigan bo'lsa, 2 million 400 ming so'm dastavka butun O'zbekiston bo'ylab bepul bo'ladi.